Assalomu alaykum. Kivi ishqibozlari. Mana bugun 30-oktyabr. Kivilarda uzishni boshladik. Mana bu Hayward sorti bu. Ko'rishlaring mumkin. Mana hosildorligi. Mana hosildorligi nihoyatda yaxshi solgan. Ishonarli nav. Mana buni hozir pishganligini ko'rsatamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu Haywardni ichki tomoni ko'k bo'ladi. Mana kattaligi yaxshi. Nihoyatda yaxshi. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana bunisi gold, bunisi mana Hayward. Haywardning ichi qattiq bo'ladi. Bu uzoq turadi. O'shaning uchun o'zimizni ichki bozorlarimizda ko'proq Hayward sotiladi. Bu gold, bu nimaga toshish uchun noqulay, tezda ezilib nima bo'lib qoladi. O'shada ham tez pishadi bu. Shuning uchun buni chet el nimalaridan kirib kelishi bizda yo'q. Ko'proq bizda Hayward olib kiriladi. Bu uzoq muddat saqlash mumkin. Mana bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Hozir bularda bittasi og'irligi 100-110 grammga to'g'ri keladi. Mana farqi. Bularda ishonarli ko'chatlari bor. Kimga Hayward kerak, kimga gold kerak bo'lsa, hayvon qilingan ishonarli ko'chatlaridan bor. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bizga murojaat qilinglar.